Ko'pchilik yoshlarda hayotida erishmoqchi bo'lgan bir aniq maqsadi yo'q va yashash uchun nima uchun yashayotgani to'g'risida bir maqsad yo'q. Sizni kitobga bog'laydigan narsa nima? Maqsadlaringiz. Misol uchun, siz oila qurmoqchisiz, oilada yaxshi turmush o'rtoq bo'lmoqchisiz. Buning uchun sizga nima kerak? Aynan yaxshi turmush o'rtoq qanday bo'lishi kerak to'g'risida ilm kerak. Bu ilmni sizga kim beradi? Albatta kitob beradi. Men o'ylayman-da, masalan, agar hozirgi yoshlar o'zini ota-onasi kitob o'qiganligini ko'rganida edi ko'zi bilan, balkim bu yoshlar ham kitobga qiziqish paydo bo'lardi. Yaqin shogirdlarim bor, yaqin ukalarim bor, juda o'qimishli bolalar, juda ham qadriyatli bolalar, juda ham ko'p kitob o'qigan va o'zini ustida jiddiy shug'ullangan. Hozir eshitayotgan odamlar uchun bu fantastikadek tuyulishi mumkin. Ayol qizlar bilan qanaqa gaplashishni ham bilmaydi. Biz hozir endi o'zim yaqinlarim ham shogirdlarim bo'lgani uchun qiz izlayapmiz, lekin munosib qiz topolmayapmiz. Davlatlarning yashab qolishi, hattoki kompaniyalar yashab qolishi faqatgina bitta unsurga bog'liq. Nima unsurga? O'sha kompaniyada, o'sha jamiyatda va o'sha davlatda qanchalik kitobxon va o'qimishli va aqlli insonlar ko'p bo'lsa, mana shu davlat bundan yashab qoladi. Mana shu kompaniya bundan yashab qoladi. Agar yigitlar yaqin orada masalan o'zini ustida ishlab, ular ham kitobxon bo'lib, oila mavzusidagi umuman turli xil mavzularda kitoblarni o'qishni boshlamasa, erta yigitlar masalan xotinsiz qolib ketadi. Baraka topkunlar davomida 700 betlik kitobdan 2 betni, bor yo'q 2 betni erkak kishi nima yaxshi ko'radi degan mavzuda ajratilyapti-da. Keyin xulosa qilyapman. Demak, erkak kishi ko'p narsa kerak emas ekan. O'zimcha o'ylayman-da, agar ayollar mana shu narsani bilsa, 2 betni yodlab olsa va unga amal qiladigan bo'lsa, erkak kishidan baxtli odam bo'lmas ekanda. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi sonimizda sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz va bugungi mehmonimiz Abdulaziz Muhammad. Kitoblar mavzusida bugun kutubxonachi bilan gaplashamiz inshaalloh. Sizni biz ilgari kutubxonachi sifatida tanirdik. Undan tashqari kitob bilan bog'liq yana qanaqangi faoliyatingiz bo'lgan bir shu haqida eslaylikda, keyin kitobxonlikka kirib ketamiz xudo xolasa. Rahmat ko'taman. Assalomu alaykum Shavkat aka. Taklif uchun katta rahmat. Tomoshabinlarga ham assalomu alaykum. Kutubxonachi loyihasi bu eng oxirgi loyihalarimizdan biri desak ham bo'ladi. Avvalambor boshlanishi, kitob olamiga kirib kelishimiz dadamizni nimalari, targ'ibotlari dadamizni shu kitobga nisbatan muhabbat uyg'otganlari bilan o'zi boshlangan. Shundan keyin birga bir dargohda o'qib tugatdik. Xabaringiz bor, tugatganimizdan keyin bir narsa kemtikday tuyulishni boshladi. Bu nima desa, shu aynan ilm fanga xizmat qila olmayotganligimiz. Shuning uchun o'rtada bir dasturchilik bo'yicha ham o'qib chiqdim. Shundan keyin Islom Uzga, Hilol nashriyotiga 2015-yil Shayx Hasan vafot etganlaridan keyin 3 oydan keyin ishga qabul qilindik. To 2017-yilgacha hilolnashr.uz sayti va hilolnashr.uz sayti Hazratni elektronik dasturlari, kitoblardagi PDF kitoblarni tayyorlash va ularni dasturlash va Hilol nashrining marketing bo'lim boshlig'i sifatida 2 yil davomida ishladik. Undan keyin Book Market degan kitob do'koni ochdim, xabaringiz bor. Unda ham vaqt bo'yicha birga ishlagan edik. Undan tashqari Yangi asr avlodi nashriyotida Bookuz degan loyiha bor, ya'ni Kitobuz degan loyiha bor. Shu kitob Bookuz degan loyihaning asoschisiman. Undan keyin Turkiyaga safar qildik 2018-yil. Shu safarimiz bo'yicha Registon kanalida kutubxonachi ko'rsatuvimizni olib bordik va hozirgacha 2018-yildan boshlab to hozirgacha Turkiyani xalqaro 20 tadan oshiq davlatga kitoblar, ayniqsa Qur'oni Karim kitoblarini eksport qiladigan Furqon nashriyotida xalqaro marketing va bozor tahlilchisi lavozimida ishlab kelaman. 2021-yilda borganmiz, Timur Abdusattor. Shunaqa. Ko'pchilik o'tirib nashriyot bilan tanishtirgansiz, ko'rsatgansiz, bizga kitoblarni hadya bergansiz. Zo'r bo'lgan. Juda ajoyib damlar edi. Aka qarang, siz kitob targ'ibotchi sifatida ko'pchilik taniydi. Ham o'zingiz ko'p kitob o'qiysiz va targ'ib qilasiz. Bugungi kunda nima kamchilik bor deb o'ylaysiz? Odamlar o'zi yetarli darajada kitob o'qiyaptimi? O'qimayotgan bo'lsa, nima muammo bor? Nima uchun o'qimayapti? Ko'pincha insonlar Abdulaziz aka kitob o'qimoqchiman, lekin o'qiy olmayapman deyotgan paytida ko'p tahlil qildi mana shu masalani. Bir insonni kitobga o'qishiga sabab bo'ladigan nima turtki bor va kitobni undan uzib qo'yadigan nima turtki bor degan savol tug'ildi. Va shu savolga izlanib javob topgan paytimda meni fikrim bo'yicha maqsad. Ko'pchilik yoshlarda hayotida erishmoqchi bo'lgan bir aniq maqsadi yo'q va yashash uchun nima uchun yashayotgani to'g'risida bir maqsad yo'q. Sizni kitobga bog'laydigan narsa nima? Maqsadlaringiz. Misol uchun, siz oila qurmoqchisiz, oilada yaxshi turmush o'rtoq bo'lmoqchisiz. Buning uchun sizga nima kerak? Aynan yaxshi turmush o'rtoq qanday bo'lishi kerak to'g'risida ilm kerak. Bu ilmni sizga kim beradi? Albatta kitob beradi. Siz yaxshi ota bo'lmoqchisiz. Hayotda farzandlaringizni yetuk bir inson sifatida tarbiyalamoqchisiz. Siz ilk yaratilgan inson emassizki, sizdan avval ham yashab o'tgan insonlar bor va ularning qilgan xatolari va yutuqlari bor.
Bu yutuqlarni sizga kim o'rgatadi desa, albatta buni kitob o'rgatadi. Demakki bunga ham kitob o'qishlik kerak. Siz yaxshi farzand bo'lmoqchisiz yoki bo'lmasa yaxshi bir boshliq bo'lmoqchisiz. Buni ham sizga o'rgatadigan narsa eng asosiysi kitob. Hattoki sizga yaxshi inson bo'lish o'rgatadigan narsa ham o'zi aslida kitob. Agarki bir insonda men yaxshi ota, yaxshi er, yaxshi farzand bo'laman degan qasd bo'ladigan bo'lsa, maqsad bo'ladigan bo'lsa, ana undan keyin inson kitob o'qishlikka turtki bera oladi. Yoki bo'lmasa kitob o'qiy oladi. Uni kitob o'qitiradigan narsa mana shu. Agarki siz hayotda biror bir maqsadingiz yo'q, nima uchun yaratilganingizni, nima uchun yashayotganingizni, kim bo'lmoqchiligingizni umuman bu to'g'risida o'ylab ham jiddiy ma'noda bir o'tirib tahlil ham tafakkur ham qilib ko'rmagan bo'lsangiz, sizga kitob o'qishlik nima uchun kerakki? Ya'ni sizni bir narsani o'rganishlikka nisbatan na xohish bor, na turtki bor, hech narsa yo'q. Unda inson kitob o'qimasa ham bo'ladi. Chunki o'qishlik faqatgina uncha vaqt isrofi bo'ladi. Boshqa millatlarni aytaman-da, masalan, ruslar juda ham kitobxon deb bilaman. Metroda masalan juda ko'p ko'rganmiz. Metroda, avtobusda, qayerda bo'lsa, qo'lda kitob bo'ladi doim. Undan tashqari adashmasam, birinchi o'rinda kim Xitoylar turadimi? Kitob o'qish bo'yicha. Xitoy, Amerika bilan Xitoy va boshqa millatlar. O'qishyapti-ku deyman-da. Shunaqa. O'qishyapti-ku. Menda ham savol tug'iladi-da. Qarang, Abdulaziz aka, sizni kuzatuvlaringiz bo'yicha, masalan, ko'p joyda chiqish qilgansiz, suhbatlarni olib borgansiz. Aynan shu bo'yicha. Yigitlar ko'proq kitob o'qiydimi yo qizlarmi? Aslida qizlar ko'p kitob o'qiydigandek tuyuladi, meni fikrim bo'yicha. Ammo tahlil qilib hayotiga tatbiq qilishlik erkaklarda ko'proq. Men shuni kuzatganlarim shu. Lekin misol uchun kitob yaqinda ham misol uchun Toshkent kitoblar markazida kitoblar ko'rgazmasi bo'ldi. Deyarli bir 3000 tadan oshiq inson keldi va ko'rayotgan paytim o'zim kuzatgan tahlillarim bo'yicha 60-65% ayollar, qizlar edi. Qolgani erkaklar edi. Lekin men nima uchun bu narsani o'rtadagi farqni nazarda tutib aytyapman? Ko'pincha psixologlarni kuzatib qo'yasiz, kuzatasiz, internetda ko'rib qolasiz yoki boshqa joyda yoki bo'lmasa aynan kitob ustida o'qiyotgan ayrim insonlarni ko'rasizda, qilayotgan tahlillari erkakka nisbatan sal sayozroq. Buni sababini ustoz bilan o'qishdanmi kin deb o'ylab qoldim. Chunki bizda nisbatan imkoniyatlar kattaroq erkaklarda. Biz kitob o'qiyotgan shuncha kitob o'qimaymiz. Ustozimizdan borib so'raymiz, ustozimiz tahlil qilib beradi, ustozimiz fikrimizni to'g'rilab beradi, boshqa qiladilar. Ya'ni bizni hayot tatbiq qilish nisbatimiz ayollarga qaraganda nisbatan kattaroqdek tuyuladi. Lekin kitob o'qish soni bo'yicha baribir ayollar ustunlik qiladi bu narsa bo'yicha. Men nima uchun bu narsani aytyapman? Chunki dunyoda eng rivojlangan davlatlarning barchasida kitobxon o'qiyotgan insonlar soni ko'pligi bilan maqtanishadi. Yaqinda bir tahlil o'qib qoldim. Bundan keyingi, ya'ni 2021-asrdan keyingi asrdagi insonlarni va davlatlarni yashab qolishi, hattoki kompaniyalar yashab qolishi faqatgina bitta unsurga bog'liq. Nima unsurga? O'sha kompaniyada, o'sha jamiyatda va o'sha davlatda qanchalik kitobxon va o'qimishli va aqlli insonlar ko'p bo'lsa, mana shu davlat bundan yashab qoladi. Mana shu kompaniya bundan yashab qoladi. Mana shu jamiyat bundan yashab qoladi. Bundan keyin qolgan yashab qola olmaydi, chunki o'z-o'zidan yemirilib ketadi. O'z-o'zidan yo'q bo'lishlikka giriftor bo'lib ketadigan juda go'zal tahlil keldi qo'limga. Bu tahlil albatta yaxshi. Va har bir millatda ayollar ham erkaklar ham o'qish kerakki, chunki erkaklar o'qisa faqatgina bir ishni isloh qilishi mumkin, ammo ayollar o'qisa butun bir jamiyatni isloh qilishiga sababchi bo'ladi bu o'qishlik. Zo'r. Bizda munosib juft degan loyihamiz bor. Ha, masofa. Eshitgan bo'lsangiz kerak balkim. Kichkinagina yopiq hamjamiyatimiz bor. U yerda odamlar biz oilaga tayyorlaymiz. Silsilaviy darslar yo'q. Kitoblarni o'qiymiz, tahlil qilamiz, qaysidir joyini masalan tavsiya qilib beramiz yoki bo'lmasa ustozlar bilan suhbat o'tkazishimiz mumkin. Shunga o'xshash holatlar va keyin aytamizda kimdir oila qurishga tayyor deb o'zini hisoblasa, biz bilan suhbat tashkillashtiringlar, o'tirib suhbatlashaylikda, keyin oila qurishga tayyor bo'lsangiz, Shavkat Hasan tavsiya qiladi. Haligi joyi bilan, nimasi bilan sizni kelinlikka, kuyovlikka tavsiya qilaylik. Suhbatimni xulosalari shunaqa bo'ladida, qizlar haqiqatan juda ko'p o'qiyapti, o'zini ustida ishlayapti, o'sishga harakat qilyapti va savol beramanda, ba'zilar 25, 27, 30 yoshga chiqib hali turmushga chiqmagan qizlar bor. 30 yoshda ham turmushga nima uchun desak, munosib juft topa olmayapmiz zotida. Keladi, sovchi keladi, uchrashamiz, suhbatlashsak, dunyo qarash o'ta tor. O'qishga umuman qiziqishi yo'q, kitob o'qimaydi, shaxsiy mustaqil fikrlar yo'q, hayotda maqsadlari yo'q dotida. Men bu inson bilan nima uchun turmush qurishim kerak? Qaysi sabab bilan deyotida? Va
Shunaqangi xulosa qilyapman. Agar yigitlar yaqin orada masalan o'zini ustida ishlab, ular ham kitobxon bo'lib, oila mavzusidagi umuman turli xil mavzularda kitoblarni o'qishni boshlamasa, ertaga yigitlar masalan xotinsiz qolib ketadi degan men xulosa qilyapman-da. Chunki qizlar ustida ishlayapti va qoloq bo'lgan, ustida ishlamayotgan yigitlar bilan shunchaki turmush qurgisi kelmayapti. Endi bu haligani o'ylab turib shu xulosaga keladigan qizlar bor. Lekin agar faqat qaddi qomatiga, bo'y-bastiga, ota-onasini holatiga qarab turib oila qurish holati bo'ladigan bo'lsa, biz hozir ko'rib turibmiz, ajrashishlar juda ham ko'p. O'tgan yili 70 mingdan ortiq oila ajrashish uchun ariza topshirganda. Undan tashqari hali ajrasha olmasdan yurganlar qancha. Aytamiz, munosib juft topilsa, yaxshi inson bilan bitta qaror qabul qilib oila qursa, o'lguncha shu bilan yashasa zo'r deyman-da. Endi yana oila va kitob masalasida qanaqa ta'sir o'tkazishligi mumkin? Masalan, xotin kitobxon, ikkalasi ham kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Oila salbiy yoki bo'lmasa ham qanaqangi ijobiy tomonlari bormi? Albatta Sizni bor. qarashlaringiz bo'yicha. Albatta bor. O'zi alohida mavzuda bir aytgan misolingizni men har bitta oilaga aloqador bo'layotgan suhbat davlat bo'lsa, Shavkat Hasan mana shu gap aytgandilar, juda ta'sir qilgan menga deb aytib ko'pincha aytib kelaman. Bu otasidan dadasini mashinasini so'ragan paytida farzandga berasizmi desa, ota shunchaki mashinani bermaydi. Nima qiladi? Avvalambor borib pravo qo'ygin deydi. Borib, undan keyin haydovchilik guvohnomasini 6 oy davomida, 7 oy davomida o'qiydi. Kamida 10 ta yoki 15 ta ustozga mana shu temirni hayday olishini isbotlab, ularda imtihondan o'tadi. Ham nazariy, ham amaliy. Ikki tomonda imtihondan o'tgandan keyin ham otaga dada mashinangizni kaltdan berasizmi desa, beradimi desa, yo'q. Endi oldimda o'tirasanda, men haydashingni ko'raman deydi. Oldida haydab ko'radi. Agarki yaxshi haydayotgan bo'lsa, yaxshi munosabatda bo'layotgan bo'lsa, hech qatiga ozor bermaydigan bo'lsa, undan keyin shom topshiradi. Bitta temirga qilayotgan munosabatimizni farzandlarni uylantirayotgan paytimizda qilmayapmiz. Mana shu narsa e'tibor bermayapmiz degan dard bilan aytgan gapingiz shunaqangi yuragimni teshib o'tib ketgan. Hozirgacha har safar oila mavzuga gap ketadigan bo'lsa, siz mana shu iqtibosingizni keltirib ko'pchilikka aytib kelaman. Juda ham go'zal e'tirof bu narsa. Haqiqatan har bitta ayolga ham erkakka ham uylanishidan yoki turmush qurishidan avval bilish kerak bo'lgan ilmlar bor va o'qilish kerak bo'lgan kitoblar bor. Qizlarimizni o'qishlikka nisbatan e'tibori va harakati albatta erkaklarga qaraganda nisbatan anchagina katta. Buni tan olishlik kerak va e'tirof qilishlik kerak. Lekin bitta narsa ham bor. Erkaklarimizni hozirgi holati keltirayotgan narsa, misol uchun hozir ayollar tomonidan misol keltirdingiz, meni o'zimni yaqin shogirdlarim bor, yaqin ukalarim bor. Hatto bir ikkitasi bilan yaqinda gaplashgan edik, siz haqingizda maslahat so'ragan edim sizdan. Juda o'qimishli bolalar, juda ham qadriyatli bolalar, juda ham ko'p kitob o'qigan va o'zini ustida jiddiy shug'ullangan, hattoki ayollar bilan qanaqa gaplashishni ham bilishmaydi. O'g'il bolalar shular. Men gapirayotgan atrofimda, balkim hozir eshitayotgan odamlar uchun bu fantastikadek tuyulishi mumkin. Ayol qizlar bilan qanaqa gaplashishni ham bilmaydi. Faqat ilm ustida shug'ullangan, ilm ustida harakat qilgan. Biz hozir endi o'zim yaqinlarim ham shogirdlarim bo'lganim uchun qiz izlayapmiz, lekin munosib qiz topolmayapmiz. Ya'ni bizga murojaat qilinglar. Aynan, o'zi sizga murojaat qildim, sizda bo'lsa, keyin ozgina vaqt bor hozir deganingizdan keyin ozgina kutyapmiz hozir. Ya'ni erkaklar orasida ham bormi bunaqalar desa, bor o'zi aslida. Qizlar orasida ham bormi desa, qizlar orasida ham ilmi o'zini ustida jiddiy shug'ullanayotgan voqea bor. Buni men bir o'zimda ko'rsatuvimizda Salohiddin Ayyubiyning ota-onasi misolida keltirgan edim. Salohiddin Ayyubiyning ota-onasi yoki bo'lmasa misol uchun Imom Azam ota-onalari, Imom Buxoriyning ota-onalariga qaraydigan bo'lsak, bunday farzandlar tug'ila olishligi uchun avvalambor ham ayol ham muhabbat ustiga ikkinchi o'rinda, ammo farzandimga munosib ona, bo'lajak farzandimga, men kutayotgan, orzu qilayotgan farzandga munosib otada bir-biriga qaraganligi uchun u muhabbat keyinchalik paydo bo'lib, undan keyin oilalar yaxshi bo'ldi. Hozirgi paytda jamiyatimizni isloh va yaxshi tomonga o'zgarayotgani belgisi o'zi aslida qizlar ilm o'qiyotgan yoki bo'lmasa o'zini ustida jiddiy shug'ullanayotgan erkaklarni izlayotgani. Va erkaklar ham shunchaki uylanib ketmasdan o'zini ustida shug'ullanayotgan yoki bo'lmasa kitob o'qiyotgan, ko'proq bir ma'lumotlarga ega bo'lgan qizlarni izlayotgani. Bu yaxshi tomonga o'zgarish ketayotganligidan darak. Men o'zim aytgan bo'lardim, Shavkat aka, bir tuzib chiqishimiz kerak o'tirib jiddiy ma'noda. Hozirgi kursdan tashqari kursga kela olmayotganlar, o'qiy olmayotganlar, kitoblar seriyasini ichidan, kitoblarning orasidan bir inson uylanmasdan avval o'qishi majburiy bo'lgan kitoblar ro'yxati
va bir ayolni va bitta qizni uylanish, turmush qurishidan avval o'qish kerak bo'lgan majburiy bo'lgan kitoblar seriyasi. Va undan keyin shu bilan tugadimi desa, yo'q, ko'pchilik o'ylaydi, uylansam, turmush qursam bo'ldi, tugadi. Yo'q. Undan keyin bu ikkita inson farzand ko'rish kerak. Farzandi u birinchi marta unga inom qilinayotgan narsa. U birinchi marta xuddi turmush qurayotgani kabi birinchi marta farzandli bo'ladi. Unga to'g'ri munosabatli bo'lishi uchun, ota ham unga munosib halol luqma yedira olishligi uchun er ham ayol ham o'tirib endi farzand bo'lajak farzandga munosib ota-ona bo'lish uchun o'tirib kitob o'qishlik kerak, o'tirib izlanish kerak, o'tirib ustozlarga borishlik kerak. Bu bo'yicha o'tirib haqiqiy ma'noda izlanishlar kerak. Ana undan keyin farzand ko'rishlar kerak. Hozirgi paytda aytayotganingizdagi ajrashishlar juda ham ko'p. Lekin buni jabri ko'proq kimga bo'lyapti desa, farzandga bo'lyapti. Bizni o'zbek xalqimizda avvalambor qachon uylanasan degan dard bilan odamni qiynashadi. Uylanib bo'lganda qachon farzandli bo'lasan deb qiynashadi. Er ham xotin ham farzandga ruhiy ham ma'naviy ham moddiy tomonlama tayyorgarlik ko'rmasdan farzand ko'rish harakat qilishganligi uchun apar-topar farzandli bo'lsa, chunki bolaga ham qizga ham bosim katta o'zbek xalqidan qachon yangilik bo'ladi degan. Farzandli bo'ldi ham deylik, undan keyin u tayyormisan bu narsaga, tayyor emas bo'lganligi uchun ajrash. Ajrim bo'lgandan keyin ertaga yetimlar ko'payyapti. Yetimlarni ertaga javobgarlik qanaqa bo'ladi? Ota ham boshqaga uylanib ketar, ona ham boshqaga tegib ketar, ammo o'rtada qolayotganlar yetim-ku. Misol uchun yaqinda bir podkast bo'ldi. Podkastda suhbat eshitib o'tiribman. Aynan ota-onasi ajrashgan bir inson bilan bo'layotgan suhbat. Hozir katta muvaffaqiyatlarga erishgan, chet ellarda, O'zbekistonda ham juda katta nimalari bor. Afsus bilan aytayapti. Ota-onam meni tarbiya qilishayotgan paytida ularni o'zini yetisha olmagan orzusi bo'yicha tarbiyalashdi va ota-onamni ikkalasidan uzoq bo'lib tarbiya topdim. Ya'ni otasi ham men boshqa joyda, onasi ham men boshqa joyda. U o'zi internetga o'xshagan bir maktabda katta bo'lgan bola. Ruhan gapiryapti. Ruhan ichidagi yolg'izligi so'zidan bilasiz bo'ladi, sezasiz bo'ladi. Muvaffaqiyatga erishgan 100 minglab obunachilari bor. 100 minglab katta muvaffaqiyatga erishgan kompaniyalar bilan birga ishlaydi, boshqa qiladi, ammo suhbatini eshitarkansiz qalbida bir ichkarida bir yosh bola bir xona ichida o'tirib bir bitta o'zi qolib ketganini his qilib qolasiz. Gapining so'zidan, boshqasidan. Yaqinda bir Temurbek ham shuni bir gapirib o'tib ketgan edi, Instagramda ko'rib qolgan edim. Bir bola bilan gaplashyapman. Bola ota-onasi bilan ajrashgan. Bola aytayaptiki, o'zi 21 yoshli bola haqida gap ketyapti. 21 yoshli bola aytayaptiki, nima hayotingda bir erisha olmagan bir kamchilik, kemtikliging bormi desa, bor Temur aka. Odam hayotda hamma narsa topa olar ekan. Misol uchun, otangiz boshqaga uylanib ketar ekan, onangiz boshqa ketib ketar ekan, lekin o'g'il bola ayniqsa o'ziga munosib otani topa olmas ekan, haqiqiy otani topa olmas ekan. Otani mehrini boshqa odamda his qila olmas ekan deb 21 yoshli bola o'qishini aytibdi, Temurbek aytibdi, Temurbek ham aytibdi. Siz buni qayerda o'qidingizmi? Chunki bu juda dahshat, bir dard bilan aytilgan gap va odamning ichidan chiqqanligi uchun boshqa odam yuragiga yetib boradigan gap-da bu. Ya'ni odam hamma narsani topishi mumkin, lekin otasini topa olmas ekan degan juda og'ir gap. Va mana shunday yoshlar ko'payyapti jamiyatda. Va bunday yoshlar kamayishi uchun nima qilishlik kerak desa, avvalambor erkaklar ham o'zini ustida erkak sifatida shug'ullanishlik kerak, ayollar ham shug'ullanish kerak. Shu bilan bitimi desa, yo'q, endi farzandlarni qanday tarbiyalaymiz? Ularga qanday munosib ota bo'lamiz, qanday munosib ona bo'lamiz? Uni nimaga o'qitishimiz kerak, nimasiga urg'u berishimiz kerak degan tushunchalar. Men xafa bo'ladigan jihatim Shavkat aka, hozir misol uchun ajrashganlar e'tibor beryapmiz-da. Lekin ajrashayotganlar tashqarida oilali bo'layotgan oilalar orasida ham misol uchun bir bolalarni o'yingohida o'ynayotgan bir kuzatib turing-da, tashqaridan bolangizni o'ynatib o'tirgan kuzatib o'tirsangiz, onalarimiz juda agressiv. Misol uchun farzandga nisbatan og'zidan chiqayotgan gaplar, ya'ni jamiyatni, jamoat joyini og'zidan farzandiga nisbatan jamoat joyida chiqayotgan og'zidan chiqayotgan gaplar bor. Bu bolani ruhiyatiga qanaqa ta'sir qilishini hatto o'ylab ham ko'rmayapti. Endi uyning ichida qanaqa muomala qilishini tasavvur ham qilish qiyin. U bo'lmasa begonaning bolasi emas, o'zini bolasi. Nima uchun bunaqa bo'lyapti desa, birinchi navbatda er oilada onaga nisbatan dam bermagan. Ya'ni ayolga qanday munosabatda bo'lishni bilmaydi. Ayolni ruhiy cho'kish bo'lgan davrlari bor. Bu misol uchun yangi uyiga kelin kelgan paytida ozgina ruhiy cho'kish bo'ladi. Yangi farzandlik bo'lgan paytida ruhiy cho'kish bo'ladi. Unaqa paytda nima qilish kerak desa, er ishdan qanaqa charchab kelgan bo'lsa ham farzandini olib ozgina ayolga dam berishi kerak. Bu narsani kim o'rgatadi desa, bunga ilm o'rgatadi, ustoz o'rgatadi, kitob o'rgatadi. Gohida misol uchun ayol kishi ruhan qiynalib turgan paytida unga o'zingiz asabingiz charchagan bo'lsa ham unga yordam berishingiz kerak, chunki siz ishxonada ishlayotgan ishingiz qanchalik og'ir bo'lsa ham ayolni olayotgan depressiyasi va buni ruhiy bosim undan-da og'ir. Buni his qila olishlik kerak erkak kishi. Buni ham kim o'rgatadi desa, buni faqatgina ilm o'rgatadi sizga. Mana shu kitob o'rgatadi. Men o'zim o'qiyman, rosa mazza qilaman.
bu oila qurishdan oldin hali kelin kuyovlarga emas. Aynan er xotin bo'lib turib birga yashayotgan juda ko'p tavsiyalar berilyapti. Er xotinga nasihat. Yaqinda sotuvga chiqadi, xudo xolasa, albatta tavsiya qilaman. Katta emas tavsiyalari. Misol uchun 700 betlik kitob. Er nima yaxshi ko'radi degan mavzuda bor yo'q 2 bet yozilganda. Buni alohida video qildim, Instagramga joyladim. Baraka topkunlar, 700 betlik kitobdan 2 betni, bor yo'q 2 betni erkak kishi nima yaxshi ko'radi degan mavzuda ajratilyapti-da. Keyin xulosa qilaman. Demak, erkak kishi ko'p narsa kerak emas ekan. Va o'zimcha o'ylayapman-da, agar ayollar mana shu narsani bilsa, 2 betni yodlab olsa va unga amal qiladigan bo'lsa, erkak kishidan baxtli odam bo'lmas ekanda. Va men erkak kishi sifatida tasdiqlayman, mana shu 2 betda yozilgan narsa haqiqat va erkak kishi buni rostdan yaxshi ko'radi va xohlaydi ayolidan. Topinglar 83-betida adashmasam, 83-bet edi. Erkak nimani yaxshi ko'radigan? Sotib olinglar, sotuvga chiqqandan keyin qolgan joyi ayollarga tegishli. Ayollar nima yaxshi ko'radi? Ayollarni qanday xursand qilsa bo'ladi? Ayollarni qanday baxtli qilsa bo'ladi? 700 betdan 2 bet erkaklarga, 698 bet ayollarga. Yaqinda xuddi shu bo'yicha bir video chiqqan edi. Rossiyalik bitta blogerning videosini ko'rib qoldim. Qo'lida qalin muqovalik er xotinning haq-huquqlari degan kitob. Ochyapti-da, boshidagi bir 30 qismini, 30%ni shunda ochyapti-da, mana shu kichkinagina bo'lim deyapti. Erkaklarning haq-huquqlari to'g'risidagi bo'lim deyapti-da. Mana bunisi deyapti, mana shu 70% katta qismi deyapti, ayollarning haq-huquqlari. Bilasizlarmi, erkak kishilar buni uylanmasdan oldin o'qinglar. Ayol haq-huquqlari, buni bilib turib keyin uylaninglar. Chunki ertaga nima qilish masalasida, ya'ni ayollarga rioya qilinmasa, ertaga javob beradi. Shunaqa. Men o'ylayman-da, masalan, agar hozirgi yoshlar, o'zini ota-onasi kitob o'qiganligini ko'rganida edi ko'zi bilan, balkim bu yoshlar ham kitobga qiziqish paydo bo'lardi. Shuning uchun agar farzandini kitobxon qilmoqchi bo'lsa, ilmli, ziyoli qilmoqchi bo'lsa, demak ota-ona o'zi hozir kitob o'qiyotganligini bolasiga ko'rsatishligi kerak ekanda. Shunaqa. Endi bola baribir ota-onasidan o'rnak oladi. Ota-ona ko'proq telefonda o'tirsa, demak telefon zo'r narsa. Telefonni ko'proq biz foydalangan bo'lsak, biz ham katta odam bo'lishlikka bo'lar ekanmiz-da, chunki bola katta bo'lgisi keladi-da darrov. Lekin ota-onaning qo'lida kitob ko'radigan bo'lsa, demak kitob zo'r narsa ekan, kattalar kitob o'qir ekan, demak men ham katta bo'lishim uchun kitob o'qishim kerak ekan degan narsani balkim siz bunga qanaqa qaraysiz? Albatta, men shaxsiy o'rnak o'zi qanaqa bo'ladi? Foydali, foydasiz? Ko'p qavatli uyda turaman. Men yashayotgan uy hozir bitganiga 1 yil bo'lgan, hali 100% qo'shnilarimiz ko'chib kelmadi. Uylarni ta'mirlab, boshqa qilib endi ko'chib kelishyapti, boshqa qilishyapti. Ko'chada hovlisida farzandimni aylantirib yurgan paytimda ta'mirlanayotgan uylarni chiroq yongan paytida ko'rib qolasiz. Ya'ni ko'rinib qoladi, chunki oynalarimiz juda katta. Shuning uchun o'sha uydan oldim. Menga oynaning kattaligi yoqadi, chunki odam o'zini kengdek his qiladi, shunaqa. O'sha oyna katta bo'lgan bitta ta'mirlangan uyni yorug'ligidan ko'rib qoldim. Bitta tashqaridan ko'ryapmiz. Hali ko'chib kelishmadi qo'shnilarimiz. Qanaqa uy desa, boshqa uylardan farqi, uyda kutubxonaga joy ajratildi. Va oynani oldida. Eng qizig'i, men bu tomonga qarasam, devorning bu tomonida ham kitob rastalari qo'yilgan, bu tomonda kitob rastalari. Yaqinda bitta ledlar qo'yishdi, boshqa qilishdi. Uydan shunaqangi nur tarqalyapti aka. Hali kitob kirib kelmadi uyga, lekin kitob uchun alohida joy belgilab qo'yildi. Shunaqa nur tarqatilyapti va qanaqa desam ekan, o'sha qo'shnimni hali tanimayman. Hali u qo'shnimni ko'rganim yo'q, lekin hurmat bor o'zi. Menda unga nisbatan hurmat paydo bo'ldi. Nima uchun? Chunki uyini eng go'zal mehmonxonadek bo'ladigan joyini kitobga nisbatan bag'ishlayapti va kitobga nisbatan juda chiroyli kitobxona yasattirdi. Juda ham kitobxona yasattirdi. Mana shu narsa bolalarni kitobga qiziqtiradigan narsa. Agarki siz uyingizni to'rida katta televizor ko'p qo'ysangiz, internetga Wi-Fi yoqib qo'ysangiz, oshxonani jihozlab qo'ysangiz, hali bir yilda bir 4 marta kelib ketadigan mehmonlar uchun qimmat narsalarni sarflab qo'ysangiz, lekin uyingizda ma'lum bir kutubxona bo'lmas ekan, sizni farzandlaringiz topa olmayotgan paytida sizni kutubxonadan topa olmas ekan, yoki kutubxona degan narsani tushunchasini ularga paydo qilib bera olmas ekansiz, farzandlaringiz hech ham kitob o'qimaydi. Siz hayotda muvaffaqiyatli bo'lganligingizni sababini kitobga bog'lamas ekansiz va o'zingiz ham o'zingizni ustingizda ishlash uchun bir kitoblar o'qib turmas ekansiz, siz hech qachon bu narsaga erisha olmaysiz. Mana doim aytaman, ikkita narsa meni kitobga nisbatan muhabbatimni paydo qilgan. Birinchisi,
dadamni doimo kitob o'qishlari. 33 ga kirdim, hozirgacha, men yoshligimdan beri to hozirgacha butun davrimda yarim kechasi gohida uyg'onib qolaman. Bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta bo'lib qoladi. Soat 2-3 da uyg'onib qolgan paytim doimo dadamning chiroqlari yonib o'tiradi. Doimo, hozirgacha ham shu ahvol. Nimaga har safar xavotir olaman? Ya'ni bir narsa o'ylab siqilyaptilarmi ekan? Bilaman, yana o'sha takror bo'lsa kerak deyman. Uyga kirib o'tirsam, uyga bundoq derazadan tashqaridan bundoq qarasam, yo kitob o'qiyotgan bo'ladilar, yo biror narsani yozayotgan bo'ladilar, yoki o'zlari yolg'iz qolib mazza qilib she'r o'qiyotgan bo'ladilar. Bu narsani ko'rish menga kitobga nisbatan muhabbat yo'qotadi. Chunki dadamni hozirgacha bir ko'mir sifatida ko'raman. Kimga o'xshash xohlasam, dadamga o'xshash xohlayman. Dadamga o'xshash xohlashim uchun men nima qilishim kerak desam, men dadamga kitob o'qishim kerak. Mana shu narsa meni kitobga nisbatan muhabbatim oshirgan. Ikkinchisi nima desa, dadamni ham uyimizda ilmiy davralar qilib turishlari va ilmiy davralarga men doim olib borib yurishlari. Dadam bilan do'stlari ham, atrofdagi yaqinlari ham hammasi kitobxon. Hammasi kitobxon bo'lganligi uchun men yoshligimdan beri Navoiyxonlik bo'lardi biz uyimizda. Navoiyning g'azallarini o'qishardi, buni tafsir yoki bo'lmasa ichidagi mulohazalarini o'zlari bayon qilib berishardi-da, keyin buni hayotimizga qanday tatbiq qilishimiz mumkinligini aytishardi. Men uyda o'tirib choy tashirdim. Qiladigan ishim choy. Eng katta orzuyim choyni tugamasligi edi. Nima uchun? Chunki choy tugasa yana chiqib ketishimga gap bo'linib qolardi. Shunaqangi maza qilardim o'sha suhbatni eshitib va meni eng katta ilmga nisbatan muhabbatim paydo qilgan narsa mana shu suhbatlar. Men dadamni misol uchun biror marta choyxonaga xizmatga olib borganlarida yoki bo'lmasa birorta bir uyga mehmonga olib borganlarida yoki o'zimizni uyimizda davra bo'lib mehmon kelgan paytida behuda narsa gaplashganlarni eshitmaganman. Yoki ilmiy birorta bir suhbatdan tashqari bo'lgan suhbatni ko'rganlarni eshitmaganman. Mana shu narsa meni ilmga nisbatan muhabbatim yo'qotgan narsa. Shuning uchun ham agarki farzandingiz ilmga nisbatan muhabbatli qilmoqchi bo'lar ekansiz, ustozimdan bir gaplarni ta'kidlab aytardim. Ustozimizdan bir yaqin do'stim so'radi. Ustoz, farzandlarim yiroqda. Men tirikchilik uchun boshqa davlatda ishlayapman, mehnat qilyapman. Farzandlarim mendan uzoqda, lekin ularning tarbiyasidan xavotirdaman. Yaxshi pul topmasam, ularni xususiy maktabda o'qita olmayman. O'zbekistonda turib xususiy maktabda o'qitadigan pul topa olmayapman. Shuning uchun chet elda xizmat qilyapman. Chet eldaman hozir. Farzandlarim mendan uzoq bo'lgani uchun tarbiyasi buzilib ketmasmikin deb xavotirdaman. Ustoz, nima qilay? Menga yo'l ko'rsating degan payt ustozimiz zo'r gap aytdilar. Ey falonchi, farzandlaring sendan uzoq bo'lganda ham, farzandlaring seni oldingda bo'lganda ham, farzandlaring tarbiya qilish faqat bitta usul bor, boshqa usul yo'q dedilar. Qanday usul desa, faqatgina o'zingni isloh qilishing. O'zingni isloh qilishdan-da farzandni tarbiya qiladigan boshqa usul yo'q. Chunki har safar insonlarni hozirgi 21-asrdagi ota-onalarni ham, atrofimizdagi jamiyatda insonlarni ham eng katta muammolaridan nima deyiladigan bo'lsa, hamma boshqalarni va o'zgalarni isloh qilmoqchi. Hech kim o'zini isloh qilmoqchi emas. Zo'r. Eng katta muammo mana shu. Agar jamiyatda o'zgalarni isloh qilishni to'xtatib, o'zimizni isloh qilishga ko'proq fokus bilan e'tibor qaratishni boshlar ekanmiz, jamiyat o'z-o'zidan isloh bo'lib ketadi inshaalloh. Shu ajoyib. Banda savollar qolmadi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarda qanaqa savollar bor? Kommentariy yozib qo'yinglar. Xudo xolisa Abdulaziz Muhammad inshaalloh javob berib turasizmi? Albatta. Kommentariyalarga. Albatta, javob beramiz. Abdulaziz Muhammadni YouTube sahifalariga obuna bo'linglar. Bizni YouTube sahifamizga obuna bo'linglar. Xursand bo'lamiz bundan. Va nimadir savollar qolib ketgan bo'lsa, menimcha yaxshi suhbat bo'ldi va nimadir yana eshitmoqchi bo'lsanglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Xudo xolisa siz so'ragan savollarning javobi ham bo'ladi va siz so'ragan mavzularda ham gaplashamiz. Hozircha xayr, hammaga omad tilaymiz va kitob o'qishdan charchamanglar. Salomat bo'ling.